Assalomu alaykum barchaga. Bugun biz Batoshga kelganmiz. Mana shu Novostroyka domlarimizni podval qismida joylashgan ikkita kvartiramiz sotuvga chiqmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana tashqari manzaralarni, atmosferalarni, tashqarida mana shu detskiy plashatkalari bor. Batoshda bilasizlar, yo'lda ustida, mana bu yoqda yo'l joylashgan. 100 metrdan keyin yo'l o'tadi. Bu yoqda esa Qarshi Beshkent yo'li. Qarshiga juda ham yaqin, o'z Qarshiga kirgan bu joylar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, tezda aloqaga chiqinglar. Bitta bir xonali, ikkita ikki xonali kvartiralarimiz sotuvga chiqmoqda. Narxi nerealniy arzon narxda 3 million so'mdan kvadrati. Bir xonali esa 42 kvadrat 126 million so'm. Ikki xonali esa 53 kvadrat 3 million so'mdan 159 million so'm. Bu boshlang'ich to'lov emas, umumiy tan narxi. Mana shu 126 million so'm bilan pashta 10 ming dollarga ozgina 10.300 dollarga mana shu kvartirani egasi bo'lishingiz mumkin. Pastda raqamlar qoldirganmiz. Tezda telefon qilinglar. Bu uylarimiz bir kunda sotiladigan uylarning toifasiga kiradi.